Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xona dekor plus qilib qo'yilgan arzon variantda devor mebel tayyorlaymiz. Xo'p, balandligi 2.60 ga, ya'ni 3,5 metrlik joy. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Ikkita chekka shkaf, o'rta polkali, bir tarafi muskoy garderob, bir tarafi jenskiy. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. 3,5 metrga 2.60 lik joy. Bu safar yasin laminatdan qildik. Ankorlarga o'xshab ketadi, faqat sal maloshniroq. Yo'llari ham ozgina boshqacharoq. Tilashali ruchkalar, arzon variantda. Uy orqasi o'sha dekor plus bo'lgan, dekor plusga qotirib tashladik. O'sha rekalarni topib. Muskoy garderob tarafi bu. Jenskiy garderob. Uzun kiyimlarga. 4,5 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. Rahmat hammaga, e'tiborchi.